Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz jamoada sog'lomni tashkil etish va ahil jamoani shakllantirish usullari. Bugun biz siz bilan asosiy trening maqsadi quyidagidan iborat. Demak, jamoada sog'lomni tashkil etish va rahbar boshqaruvida aynan shu rahbarlarga mos sog'lomni shakllantirishdagi boshqaruv jihatlarini yoritib berishdan iborat. Bugungi mavzuyimiz rejasi quyidagidan iborat. Demak, jamoada sog'lom muhitni tashkil etish, nosog'lom muhitda pedagogik nizolar va ularning turlari hamda rahbar boshqaruvida ahil jamoani shakllantirish usullari. Avvalambor sog'lom muhit nima? Bu haqida biz sizga hozir qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Sog'lom muhit bu o'zaro samimiy hurmatni, jamoa faoliyati adolatli tarzda muvofiqlashtiradigan jarayonni tashkil etadi. Demak, rahbar avvalambor jamoada o'zini faoliyatida samimiy hurmatga ega bo'lgan va munosabatlarni samimiy jihatda olib borish jarayonida jamoani, demak, sog'lom muhitni tashkil etib olish huquqiga ega bo'ladi. Shu bilan birgalikda hamkorlik, birlashish, tenglik va mavjud bo'lgan jamoa asosida rahbar mana shu faoliyatni yurg'iza olishi kerak. Chunki jamoa birlashsa, jamoa o'sha faoliyat jarayonida jipslashuvda, hamkorlikda faoliyat olib borilar ekan, demak jamoada sog'lom muhit borligini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan birgalikda ko'zlangan maqsadlarga erishishda kommunikativ kompetensiyaga rahbar ega bo'lishi kerak. Chunki kommunikativ kompetensiya, ya'ni rahbarning muloqotchanligi, rahbarning muloqot madaniyati agar jamoada, jamoa orasidagi o'qituvchilarda, ota-onalarda, demak hamkorlikda ishlayotgan jamoadagi tex xodimlar bilan birgalikda muloqot madaniyatiga ega bo'lsa, bilingki jamoada ahillik va jamoada sog'lom muhit tashkil bo'lganligidan dalolat beradi. Shu bilan birgalikda ziddiyatli va muammoli vaziyatlarni o'z vaqtida, demak, bartaraf eta olishi kerak. Chunki rahbar jarayonida, ish faoliyatida qanday to'siqlarga, ziddiyatlarga duch keladi va mana shu ziddiyatlarni bartaraf etishda agar rahbar o'z vaqtida shu narsalarga e'tibor bersa, bilingki jamoada yana sog'lom muhit shakllanib boraveradi. Nosog'lom muhitning belgilari. Biz bilamizki, jamoada bo'ladigan faoliyatda birdaniga muhit o'zgarib qolishi mumkin. Chunki jamoada ishlayotgan jarayonda biz og'zaki tushunmovchiliklarni yoki ochiq va ishonchli muloqotning yo'qligini, raqobatchi haqida har xil mish-mishlarning tarqalishi va boshqalarga nisbatan shubhali va ishonchsiz munosabatda bo'lish orqali biz mana shu subyektiv hamda o'sha jarayonda bo'ladigan, ya'ni nosog'lom muhitning belgilarini ko'rishimiz mumkin. Demak, rahbar mana shunday holatlarda, shu belgilar, shunday holatlar shu jarayonda, demak, paydo bo'ldimiki, bilingki jamoada nosog'lom muhit shakllanayotganidan dalolat beradi. Demak, og'zaki tushunmovchiliklar o'zaro, demak, jamoa o'rtasida bo'ladigan munosabatlarda, ya'ni fikrlarning to'g'ri kelmasligida, fikrlar almashuvlari yoki bo'lmasa beriladigan fikrlarni bir-birlarini to'g'ri tan olmaslikdan dalolat berishi mumkin bo'ladi. Chunki bu to'siqlar, bu jarayonda bo'lgan ochiq va ishonchli muloqotlar yo'qligi nosog'lom muhitni belgilaridan dalolat beradi. Shuning uchun rahbar mana shunday jarayonda bo'lgan holatlar belgilarini bildimi, demak, u kuzatuvchan, nazoratchi, xayrixoh va o'sha jarayonda bo'ladigan kuzatuvlarni to'g'ri yo'lga qo'ya oladigan holatda shu belgilarni, demak, bilganda sog'lom muhitni yanada shakllantirib borishga to'g'ri keladi. Jamoada biz o'sha nizo turlari asosida agar suhbat olib boradigan bo'lsak, mana shu nizolar ham muhitni nosog'lom muhitga olib kelishi mumkin bo'ladi. Chunki bunday holatlar to'satdan paydo bo'lishi mumkin yoki birdan paydo bo'lishi mumkin bo'ladi. Chunki bunday holatlarda biz bilamizki, rahbar har qanday jarayonda mana shunday to'siqlarga, ziddiyatlarga yoki nizolarga duch keldimi, uni o'z vaqtida bartaraf olish kompetensiyasiga ham ega bo'lish kerak. O'z vaqtida bartaraf etilgan jarayonda bilingki, sog'lom muhit yana davom ettiradi. Endi qanday nizolar jamoada uchrab turadi? Masalan, ochiq nizo va yopiq nizo, qisqa muddatli nizo va uzoq muddatga cho'zilgan nizo, ichki nizo, shaxsiy nizo, shaxslar aro nizo, guruhlar aro nizo, jamoaviy nizo, konstruktiv va dekonstruktiv nizolar bo'lib turishi mumkin bo'ladi. Jamoada ishlayotgan xodimlar, o'qituvchilar, ota-onalar, o'quvchilar o'rtasida mana shunday nizolar uchrab turadi. Demak, bu nizolarni agar
rahbar o'z vaqtida bartaraf etsa, demak sog'lom muhit yana o'z holida shakllanadi va davom etadi. Demak, masalan, ochiq nizo nima? Ochiq nizo aytaylik, ikki o'quvchi birdaniga bir narsa orasida ziddiyatlarga, to'siqlarga duch keldi va muammo paydo bo'ldi. Bu muammoni agar rahbar o'z joyida hal qilsa va ularni yarashtirib qo'ydi deb faraz qilsak, bilingki, bu ochiq nizo va qisqa muddatda bo'lingan nizodir. Uzoq muddatga cho'zilgan va davomiyligi, demak, yopiq nizolar orasida bo'ladigan nizolar, demak, buni ichida qandaydir muammo bor. Bu muammoni, demak, rahbar tomonidan yoki aytaylik, o'sha o'qituvchilar tomonidan bartaraf etilmayapti. Bu so'zi ketmasin. kimga? Уже ketib qoladi. Xo'p. Yopiq va uzoq muddatga cho'zilgan nizolar. Bularning tagida, demak, muammo bor. Bu muammoni agar biz o'z vaqtida hal etmasak, bu muammolar cho'ziladi va uzoq muddatga davom etadigan nizolarni tashkil etadi. Shaxslar aro nizo. Masalan, rahbarlar ko'p yig'ilishlar qiladi va yig'ilishlar o'zi jarayonida aytaylik, rahbar tomonidan topshiriqlar beriladi. Topshiriqlar rahbardan nazorat asosida qabul qilinadi. O'z vaqtida topshiradigan xodimlarimiz bor va o'z vaqtida topshirmaydigan xodimlarimiz bor. O'z vaqtida topshirgan xodimlarimiz tomonidan rahbar tomonidan rag'batlantirish mumkin bo'ladi. Lekin o'z vaqtida topshirmagan xodimlarda, demak, rahbar tomonidan ozgincha tazyiqlar beriladi. Mana shu jarayonda, demak, bilishimiz mumkinki, bu shaxslar aro nizoni yoki guruhlar aro nizoni va jamoaviy nizolarni olib kelishi mumkin bo'ladi. Konstruktiv nizo bu muammoga ega bo'lgan va asosga ega bo'lgan nizo turlaridan biri. Dekonstruktiv nizolar esa bu asosi yo'q nizolar turiga kiradi. Ya'ni, masalan, yig'ilish jarayonlarida rahbarning emotsional holatga berilib ketishi va emotsional jarayonida o'sha faoliyatni olib borishida uning o'sha ko'rinish jihatlari, so'z madaniyatiga ega bo'lmasligi yoki bo'lmasam jarayonda ovoz tonining ko'tarilishi orqali jamoadagi bo'lgan xodimlarga bo'lgan muloqot jarayonida dekonstruktiv nizolar paydo bo'lishi mumkin bo'ladi. Ta'lim tashkilotlarida nosog'lom muhitni keltiruvchi subyektiv omillar bor va obyektiv omillar bor. Subyektiv omillarga nimalar kiradi? Masalan, adolatli to'laqonlik yondashuvning yo'qligi. Demak, rahbar har qanday holatda adolat bilan, shaffoflikda, tenglikda yondashuvni to'g'ri yo'lga qo'ya olishi kerak. Keyingisi maqsad sari intilmasligi. Demak, rahbar o'zini maqsadini to'g'ri yo'lga qo'ya olishi kerak, strategik rejaga ega bo'lishi kerak. Uni amalga oshirish jarayonida, demak, orqasidan texnik xodimlarni, o'qituvchilarni, ota-onalarni, o'quvchilarni, jamoadagi barcha vakilga ega bo'lgan xodimlarni o'zini strategik maqsadi orqali torta olishiga to'g'ri keladi. Samimiy munosabatning yetarli emasligi. Ba'zi hollarda rahbar tomonidan muloqot madaniyatiga e'tibor berilmaydi va rahbar muloqotchilikka kirishganda, muloqotchilik kompetensiyasiga ega bo'lgan jarayonda unda o'sha samimiylik holatlari yetmasligi orqali subyektiv omillar yuzaga keladi. Shu bilan birgalikda sog'lom raqobatni yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi. Maktablarda sog'lom raqobat bo'lishi kerak, lekin ba'zida nosog'lom raqobat ham yuzaga keladi. Sog'lom raqobat aslida o'sha jarayonning rivojlanishiga, samaradorlikni oshishiga va natijadorlikka erishishga yordam beradigan raqobatlar turiga kiradi. Shu bilan birgalikda jamoada yuradigan subyektiv omillarda imkoniyat va sharoitlarning to'liq yaratilib berilmaganligi. Demak, rahbar tomonidan ishlayotgan xodimlar uchun imkoniyatlar, sharoitlar yaratilib berilsa, bu jarayonda bilingki, subyektiv omillardan mana shu jarayonda bo'lgan holatlar nosog'lom muhitdan sog'lom muhitni dalolatini, ya'ni ko'proq bo'lishiga kafolat beradi. Bundan tashqari subyektiv omillarga hamkorlik va birlashuv, jipslashuvning yo'qligi. Agar rahbar jamoa bilan birgalikda hamkorlikda ishlamasa, birlashuv bo'lmasa, jipslashuv bo'lmasa, demokratik uslubdan foydalanmasa, bilingki, bu holatlarda demak subyektiv omillar nosog'lom muhitni keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Shu bilan birgalikda kasbiy mahoratni yetishmasligi. Demak, rahbarning kasbiy kompetensiyasi,
kasbiy rahbarlikka ega bo'lgan mahorati yetarli darajada bo'ldimi, jamoada bilingki, sog'lom muhit shakllanganidan dalolat beradi. Nosog'lom muhitning yana bir belgilari bu obyektiv omillar. Bunga kiradi muhit, jarayon, shart-sharoit va mentalitet. Barcha maktablardagi bo'lgan muhitni biz tahlil qilganimizda hamma jarayonlar bir-biriga o'xshamaslik jihatlari bor. Ba'zi maktablarda rahbarning olib borayotgan tashkilotchilik qobiliyatlariga qaraganimizda muhit o'zgacha tusga kirgan bo'lishi mumkin. Jarayon xohlagan faoliyat jarayoniga yetishmagan holatda e'tiborga olinmagan holatlar yuz bergan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam shart-sharoitlar va mentalitetning omillari ta'sirida mana shu muhitning obyektiv omillarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Boshqaruvda sog'lom muhitni va akil jamoani tashkil etish usullariga biz bir qator indikatorlarni belgilab olganmiz. Bulardan sog'lom raqobatni yo'lga qo'yilishi. Agar jamoada sog'lom raqobat to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, jamoada demak bilingki, sog'lom muhit to'g'ri shakllangan va jamoadagi barcha xodimlar o'z faoliyatlarini yetarli darajada bajaradilar va samaradorlikka erishadilar. Shu bilan birgalikda adolatli, shaffofli tarzda qarorlarni qabul qilishi. Rahbar tomonidan pedagogik kengashlar yoki bo'lmasam yig'ilishlar olib borilganda har qanday o'sha yig'ilishdagi bo'lgan ijro intizomi bo'yicha qarorlar shaffoflikda, adolatlikda, tenglikda demak qabul qilinsa, bilingki, bu jamoada ahillik va sog'lom muhit shakllanib boradi. Keyingi indikatorimiz muloqot madaniyatiga ega bo'lishi. Rahbar jarayonda olib borish faoliyatida demak kommunikativ muloqotga ega bo'lishi kerak. Har qanday holatlarda noqulay vaziyatlarda yoki stressga tushgan paytlarda ham u muloqotchiligini yo'qotmasligi kerak. Agar rahbar mana shu jarayonlarda qo'pol munosabatda bo'ladigan bo'lsa, bilingki, nosog'lom muhitning belgilari paydo bo'layotganini dalolat beradi. Shuning uchun ham biz rahbarlarga shu narsani tavsiya etamizki, muloqot madaniyatiga ega bo'lgan rahbarda jamoada ahillik va sog'lom muhit shakllanganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi indikatorimiz demak topshiriqlar, vakolatlar va javobgarliklarni aniq taqsimlash. Demak, rahbar tomonidan berilgan barcha vazifalar, topshiriqlar o'z vaqtida berilishi, taqsimlash jarayonida o'sha xodimga nisbatan uning salohiyatiga ega bo'lgan topshiriqlarni bajara olishiga qurbi yetayotgan xodimlarga berilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki berilgan topshiriqlar o'z vaqtida bajarildimi, nazorat demak o'z vaqtida qo'yildimi, bilingki, o'sha jamoada demak maqsad sari intilayotganlik va sog'lom muhitni shakllanayotganligi dalolat beriladi. Shu bilan birgalikda kadrlarni to'g'ri tanlash va joylashtirish. Har bir kasb egalarini rahbar to'g'ri tanlay olishi kerak va kadrlarni o'z joyiga qo'yilgan jamoada bilingki, jipslashuv, birlashuv dalolat beriladi va mana shu jarayonda sog'lom muhit shakllanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi indikatorimiz jamoaviy tartibni kuchaytirish. Rahbar tomonidan ziyontalak yondashuv deb ataymiz. Bu ziyontalak yondashuv aslida tartibni, odobni, axloqni, demak, o'sha jarayonda bo'lgan muhitni sog'lomlashtirish uchun xizmat qiladi. Demak, rahbar tomonidan agar tartib to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, intizomiy faoliyat jarayoni to'g'ri tashkil etilgan bo'lsa, bilingki, jamoada sog'lom muhit shakllanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi indikatorimiz teng mehnat taqsimotini ta'minlash. Demak, mehnat jarayonida rahbar tomonidan har bir xodimga teng mehnat taqsimoti berilishi kerak. Chunki jamoada o'qituvchilar tomonidan har xil fikrlar paydo bo'lishi mumkin. Menga juda ham ko'p vazifa berildi. Bu o'rtog'imga yoki bu jamoadoshimga yoki bu kasbdoshimga berilgan vazifalar kam, men hamma vaqt shu vazifani bajaraman degan noo'rin fikrlar paydo bo'lmasligi uchun rahbar tomonidan teng mehnat taqsimoti taqsimlanib berilishi kerak. Shu bilan birgalikda muammolarni o'z vaqtida qabul qilishimiz va hal eta oladigan jarayonda ham bilingki, sog'lom muhit shakllanadi. Muammo chiqishi mumkin. Bu muammolar to'satdan bo'lishi mumkin, kimdir sababchi ham bo'lishi mumkin. Mana shu muammolarni bartaraf etish o'z vaqtida hal etilsa, bilingki, rahbar tomonidan jamoada yana shu muhitni sog'lomlashtirayotganligidan dalolat beradi.
Bugungi darsimizda biz asosan jamoada sog'lom muhit tashkil etish va ahil jamoani shakllantirish usullari hamda faoliyat jarayonida rahbar tomonidan mana shu sog'lom muhitni shakllantirish mexanizmlari haqida siz bilan suhbatlashdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.